Hurmatli kinosevar muxlislarimiz, bilamasizlar, hammalar novellalarimizni, bizni seriallarimizni, kinolarimizni yaxshi ko'rasizlar. Bugun yana xudo xolasa Taqdir zarbalari degan novella olayamiz. Hayotiy voqealar asosida ko'ringlar, o'zlaring baho berasizlar. Bugun biz Taqdir zarbalaridamiz. Birgalikda aktyor, aktrisalar hammamiz birgalikda o'ynayapmiz. Xudo xolasa rosa ham yaxshi chiqadi deb o'ylayman va ko'ringlar Taqdir zarbalarida biz hammamiz birgalikda sizlar uchun kurashyapmiz. Bugun Taqdir zarbalarini navbatdagi soni ota hovli degan deb nomlanadi. Qancha yil o'tib ketsa ham shu ota chirog'ini, ona chirog'ini yoqaman deb uy nurab ketgan bu narsada umuman olganda shu oilaviy tema hisoblanadi. Hammasini hozir ochiqchasiga aytib qo'ysam, undan keyin ko'rmay qo'yasizlar. O'shaning uchun avvalambor buni ko'ringlar, lekin o'ta zo'r taqdir zarbalari bo'ladi.